7 noyabr 2025-yil kuni soat 18:10 Mening yurtim telekanalida efirga uzatiladigan Qodirxon To'g'ri yo'l serialining 10-mavsum 35-qismi tomoshabinlarni yana hayajonga soladi. Bu safar voqealar yanada keskinlashadi. Qodirxonning tanlovi esa insoniylik va burch o'rtasidagi nozik chegarani yana bir bor sinovdan o'tkazadi. Serial allaqachon o'zbek televideniyesining eng yorqin namunalaridan biriga aylangan. Unda hissiyot, hayotiylik va aktyorlarning tabiiy ijrosi bir-birini to'ldiradi. Har bir epizod tomoshabinni o'ziga tortadi, gohida yurakni siqadi, gohida umid beradi. Rejissyorning yondashuvi, syujetdagi hayotiylik va sahnalar orasidagi izchillik serialni yanada chuqur qiladi. Qodirxon obrazi orqali insonning to'g'ri yo'lni tanlashdagi kurashi, kechirim va sadoqat qadri ko'rsatiladi. Har bir qism tomoshabinga o'z hayoti haqida o'ylash, xatolarini tushunish va yaxshilik sari intilish uchun sabab beradi. Yangi qism esa, shubhasiz, bu serialning yuksak darajasi va badiiy kuchini yana bir bor isbotlaydi.